Siz kırklarım var. necha foiz olgansiz o'sha kreditdan? Men 26% olganman, hazır olganman, yo'q. Yana. Qolganini ishonch zimmasida shunaqa narsalar aytadi. Agarda bizda imtiyoz deganingizga byudjet xodimlari bo'ladigan bo'lsa, o'zimizda mijozlar bo'ladigan bo'lsa, hozir ko'proq mana bu onlayn kreditlar ommalashib ketdi. TBC, Amazbank, Hamkorbank foizlari 60%gacha bo'ldi. Ayollar. O'shalarni biz arzon degan kredit turimiz bor, 26%gacha bo'lgan. Shunga almashtirib beryapmiz. Ha, eshitilaring yo'qmi? Bitta bizda shunaqa imkoniyat bor. Transparentdan bo'ladi, davlat transparent bo'ladi. 48%lik, TBC'niki esa 38% ekan, men qiziqib ko'rdim. 36%, 42%. O'shanaqa yuqori foiz stavkada kredit olgan bo'lsangiz, boshqa banklardan, shaxsiy bankdan, davlat bankdan farqi yo'q. Uyushmalardan tashqari. O'shalarnikini arzon kredit turimizga qayta rasmiylashtirib beryapmiz. Siz o'rtada 10%, 15% arzoniga olasiz kreditni bizga to'lab ketaverasiz. O'rtalar razisi oila byudjetingizga kiradi. Bu 26% mi oldu? Mikroqarz. Siz ham mikroqarz olmoqchisiz kerak, ba'zan onlayn. Transparentda 24% bo'ldi. 26, 27, 28dan bular faqat byudjet xodimlari uchun 32%gacha oddiy nimalar. Yuridik shaxs tashkil qilsangiz 100 milliongacha o'zingiz kafilligingizga olib beramiz. Boya aytgan narsamiz. Umuman qarshi tashkil qilmoqchimisiz? Alkol ishlab chiqarish sexmi yoki qandolatni kandidati sistemini aniqlab bo'ladigan bo'lsa. Aylanma, farqi yo'q. O'shalarga o'zingiz kafilligingizga. Yo'q, o'zingiz kafilligingizga olamiz. Buni garov olmaymiz. Ikkinchi bu yoningizdagi sherigingiz kafilligini olmaymiz. O'sha firmaning rahbarini o'zini kafilligi rasmiylashtiriladi. Bunday olsa u nima? Bezgarov, beztamini kirib bo'ladi, nafas bo'lsangiz. Ikkinchi, uchinchi shaxs ta'minli ta'min qilinmaydi. Tadbirkor firmasi bo'lishi. Bir yil davomida